ekkaningizda nechinchi yil hosil olib boshladingiz? 3-yili 5 tonnadan 10 tonnagacha hosil oldim bultur. Chunki ko'cha tekkanim hisobiga 3-yildan yuqori hosil oldim. Eksport qilishga sotuvlarga odamlaringiz bor-a? Hurmatli prezident, sotishni qarang osonligini. Avvallari qiynalib, chegaralarda yotardik, mashina topolmasdik firibgar. Hozir hurmatli prezident, o'zlari kelyapti. Mashinga kelib xolodilnikni yotyapti. Xolodilnik bor-a? Ha, mana xolodilnik 2 oyda qurib bitirdim. Hozir 5 xilni bu. 5 xil. Mana hozir ko'rganingiz o'tamizki, Husayni, uni Mercedes, Mana Mercedes. Mercedes mana bu mashina. Adin qilib, yonma-yon qilib ekkandan maqsad kartinkaga bir boshdan qo'yyapti. Assortiment bo'ladi. Bozor shuni talab qilyapti. Rahmat. Havoga qarab 25-avgustdan 1-sentyabr shuni oralig'ida 15-sentyabrgacha xolodilnikni olib kirib taklab qo'yadi. Ana endi noyabr, dekabr, yanvar, fevral bozoriga nimaga qarab eksport qiladi. Kelgan eksportni ko'rib shunday og'zi ochilib qo'yadi. Bunaqa katta poliyalar yo'q. Hovlida. Birinchi marta shunaqa paydo bo'ldi. Birinchisi.